YOHOHO hisob akkauntimizga pul to'ldirish. Demak, hisob to'ldirish tugmasini bosamiz va YOHOHOni belgilaymiz. Bu yerda ID'mizni kiritamiz va pul yuboradigan kartamizni kirgizamiz. Summani kiritamiz. Misol uchun biz 10 ming tashlamoqchimiz. Demak, bot bizga ko'rsatilgan kartaga 10.067 so'm pul yuborishimizni ko'rsatyapti. O'zimizga qulay bo'lgan ilovaga kiramiz. Va ko'rsatilgan summani belgilaymiz. Endi botga qaytamiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Demak, bot bizga 10.369 so'm bo'lgan mablag'ni o'tkazib berganini ko'rsatyapti. 10.369 so'm pul kirib kelganini ko'rdik.